Shartnoma bo'yicha o'qiyman. Ismi, familiya chiqqanlar, bu yoqqa o'tasizlar. Bu yoqqa o'tganlardagi alohida har bitta odamga sharikcha beriladi. Qolgan odamlarnikida mana bittasida Damas chiqadi. Kimga Damas chiqsa, o'sha Damas yutib olgan bo'ladi. Oldin saralab olamiz kelgan odamlar. 294-shartnoma G'ofurov Dilshod. 282 Mashhura Kutupova. 279 Bekmirzayeva Zebo. 274 Rustamova Zarina. 269 Hamsoqov Behzodbek. 264 Artiqova Dildora. 261 Shahonova Feruza. 250 bitta qog'oz, bitta sharik ichida Damas avtomobili bor, pechat qo'yilgan. Pechat bosib qo'yilgan. Eng muhimi shu birinchi navbatda uylanib boray bo'lsin. Endi bu China House qurilish kompaniyasi tomonidan uy olganlarga yangilik, ularga bir yaxshilik bo'lsin deb turib, bitta Damas avtomashinasi qo'yilgan. Jami bo'lib 50 kishidan 1 kishiga chiqadi. O'shaning uchun yana bitta hammaga ko'rsatib qo'yaman mana. Damas degan yozuvimizga pechat bosib qo'yilgan. O'zing tanlab olasizlar. Bu degani omadingni o'zingizdan. Kimga nasib qilgan bo'lsa, shu insonga mana shu Damas avtomashinasi chiqadi. Bizdan rozi bo'lasizlar. Hop, tashladim. Mana men aralashtirib yubordim. Sharla sanab qo'yilgan hammaga bittadan. Ana Shahnoza. Oling, bitta. Timur Mirzaliyev. Oka, ikkita olasiz. Sizniki ikkita ekan, shartnoma. Hasanova Sevaraxon. Oling. 47 kishiga hammaga bittadan sharik berildi. Hamma o'zi tanlab oldi. Hammani o'zining omadidan. Qani, ochamiz. Kimga Damas chiqsa baqirsin. Mana Damas pechatligi. Xo'p, ism familiyangiz nima edi, xola? Nechinchi shartnoma? Hoji Ahmedova Sitora. 271-shartnoma ekan. Damas muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Uy xodimlari, mana men mashina kelib, mana ikkita uyni olib, mana safarda yurgan jiyanimni sharofati bilan, mana halol pullari bilan mana Damas yutib oldim. Ilohim hammaga mana shunaqa yutuqlar nasib qilsin. Hammaga buyurib nasib qilsin. Sizlarga ham mana shu uylarda nimasini barakasini bersin Ilohim. Yaxshi kunlarda men hammaga nasib qilsin, hammaga yutuqlar, omad tilayman hammaga. Rahmat. China House'dan xursandmisiz? Xursandman juda. Salomat bo'ling.